Anvar aka qarang. Vaqt o'tishini qarang. O'sha xonagam ustoz tiriklik paytida sizlar bilan gaplashib, ko'rishib, o'sha paytda yuradi. Mana yonida 14 yil doirachi olib yurgan bo'lsangiz, o'shanda xonagam o'tgandan keyin ancha payt siz yo'qotib qo'ydi, Rossiyaga ketdi deyishdi, boshqa deyishdi. Siz bilan ko'risha olmay qoldik-da Anvar aka. Ya'ni o'sha yerda ekansiz, mana topdim oxiri. Ko'rishib qolganimga xursand bo'lyapman Anvar aka, sog' bo'ling aka. Endi vaqt shunaqa narsada. To'ylarga kelsak, sizlar sostav bo'lardilaring, bir ro'ga kirib qolsak, dejurniy sostav bo'lib qoladilaring. Kirib, rahmat, lekin o'shanda ham ustozdir deysiz, siz ustozingiz Oxon aka bo'lgan bilan, meni ham ustozddir deysiz-da, qandaydir. O'shanda ko'rishib yurardik. Mana qarang, oradan 25 yil, 26 yil vaqtlar o'tib ketibdi. Oxonaga o'tganlarga 23 yil bo'lgan bo'lsa, undan oldingi o'sha 24 yil, 25 yil, 26 yil, 27 yil oldinda ko'rishib yurganmiz-da. Endi taqdir taqozosi bilan endi oilaviy sharoitdan kelib chiqib yoki bir to'g'ri gap Oxonagandan keyin boshqa ishlashlardan to'g'ri gap ko'p ham yurgim kelmay qolib Rossiyaga ketib bordim, to'g'risi. Mana endi